Hammaga xayrli tong. Bugun soat 6:30da uyg'ondim. O'rnalarimni to'g'rilab, yuzimni yuvishni boshladim. Hozir sizlarga ertalab ishlatadigan narsalarimni aytib beraman. Bu qo'lga taqadigan, ya'ni yenga suv tushmaydi. Keyingi esa bu yuzni mashq qildiradigan, mana bu pushti toshli. Maskani ustidan qilsa ham bo'ladi, lekin men buni ko'pincha ishlatmayman. Yonidagisini ishlataman. Ancha yuzingizni yaxshi qilib beradi, mashq qildirsangiz. Keyingisi febrlikdan olgan tarog'im, ya'ni boshga massaj qilib beradigan taroq. Bu kiprikni o'stirib beradi. Buni har kuni surmayman, har 2 kunda bir martagina ishlataman. Men har doim ertalab mashq qilaman, ya'ni yelkalarni tekis tutish. Bu mashqni sizlarga ko'rsataman. Birinchi va ikkinchi bitta video 10 daqiqalik. 10 daqiqada 12 ta mashq bo'ladi, ya'ni yelkangizni tekis tutasiz. Men doimiy tarzda har kuni qilib boraman, ya'ni bir kun qoldirmasdan. Ya'ni qanaqa? Men har doim kalendarga mashq qilgan kunlarimni belgilab qo'yaman. Ham o'zingiz uchun chiroyli ko'rinasiz, ham atrof muhitdagi odamlar uchun. Kecha yangi olgan kiyimimni bugun kiyaman. O'shanga mos sharf ham oldim. Kiyinib, o'sha yo'lga tushdim. Ishxonamning oldida Evis joylashgan. Men har doim voqli borsam, Evisda kofe ichib o'tiraman. Chunki ertalab Evisda ko'pchilik bo'lmaydi. Bu yerdan kofe bilan kurasan olib, rejalarimni yozib o'tiraman. Bugun shuncha narsam olman, lekin bitta kerakli kichkina narsam qolib ketibdi. Buni videoda ham ko'rsanglar bo'ladi. Ya'ni bloknotimni kaliti qolib ketdi. Ammo lekin xafa bo'lmadim. Telefonimga barcha rejalarimni yozib qo'ydim. Hammada bo'ladi. Lekin plyus tarafi ham shunda. Kalit bo'lmasa hech kim ocha olmaydi bloknotingizni. Men birinchi marta yuzda kofe ichganimda kofe ichganman. Kofesini olib kelishgan, yonida shakarlari bor edi. Men o'yladimki, kofening ichida shakar o'zligisi qo'yishgan deb. Bir ichib ko'rsam, shunaqangi achchiq kofe. Keyin o'sha ichmasimdan oldin o'zimga moslab shakarini solibgan aralashtirib ichaman. Men o'shanda bilmagan edim, ya'ni o'zligisi solib kelishadi deb o'ylaganman shakarligisini. O'zim ichishimga moslab shakar solib, qo'shig'ida aralashtiraman. Keyin qo'shig'ida ozgina olib ichib ko'raman, endi shirin bo'ldimi yoki yo'q. Men chunki kofeni shirinroq ichaman nisbatan boshqalarga. Men doim ishga chiqsam, kunim odatiy bir xil o'tadi har kunim. Haftada 2-3 marta Evisga kiraman, keyin Evisdan chiqib ishimga kiraman. Ishdan keyin obed, kechqurun shunaqa. Faqat shanba, yakshanba butunlay boshqacha o'tadi, ya'ni dushanbadan jumagacha shanba otig'imni rejalashtirib qo'ygan bo'laman. Sizlar YouTube kanalimda vloglarimni ko'pincha shanba, yakshanba olganman, ya'ni hecham ishda bo'lgan payt vlog olmagan edim. Evisdan chiqib, o'sha ishxonamga ketyapman. Evis bilan ishxona masofasi deyarli yaqin. Qo'limda paketda chizgan rasmim bor. Ishxonaga nihoyat kirib oldim. Bir oy dam olishda edim. Endi chiqdim ishxonaga. Stollarim chang bosayotibdi. Esinglarda bo'lsa, men bitta short video joylashtirgan edim. Ya'ni kichkina shahzodaning rasmini chizib, bitta obunachimizga beryapman, chunki olishni xohladilar. Va o'zim upakovka qilib chiqazib yubordim. 9 dan 6 gacha ishlayman. 1 dan 2 gacha obed mahali yonimizda bozorchi bor. O'sha yerda narsalar olaman. 6 dan keyin uyga boraman. Ishda paytim har kunim bir xil o'tadi. Shuning uchun ko'pam vlog olmayman ishda paytim. Keling sizlar bilan vlog videoyimni qiziqarli qilamiz. Ko'pchilik biladimi yo'qmi bilmayman, lekin ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana bu programma mutolaa. Oldin bu programmani hech ham bilmas edim. Ishxonamizga kelib reklama qilishgandan keyin bu programmani o'rnatib oldim. Bu yerda turli xil kitoblar bor. Ham elektron o'qisangiz bo'ladi, ham audiosini eshitsangiz bo'ladi, lekin bu yerda pulli bo'ladi. Qulay programma, ya'ni yo'lda audiosini eshitib ketsangiz bo'ladi yoki audiosini eshitmayman desangiz elektron variantini o'qib ketasiz. Bu yerda har bir kitobda namunalar berishgan, audioda namuna, o'qishda namuna. Hozir men o'qishda bosdim, bu yerda namunalar bor. Xuddiki kitob o'qigandek ochaverasiz keyingi varog'ini. Keyingisi esa YouTube'dan bo'ladi. YouTube'da Lofi Gold deb yozasizlar.
Bu yerda dars qilish taymerlari, masalan, bugun 2 soat mashq qilmoqchisiz, ingliz tilida masalan, 2 soatlik videoni tanlaysizlar va bossanglar, uje video boshlanadi. Men ko'pincha Pomodoro texnikasidan foydalanaman. Ya'ni 25 minut dars qilasiz, 5 minut tanaffus, yana 25 minut dars qilasiz, yana 5 minut. Shunaqadan 4 marta, 4-chisida 15 minut tanaffus olasiz. Bu lekin juda ham yaxshi texnika. Ham fikringiz bitta joyda bo'ladi, ko'p ham chalg'urmaysiz. 5 minutlik tanaffusda telefonga yoki suv ichishga chalg'isangiz bo'ladi. Bugungi qisqa vlogim o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarimda ko'rishguncha xayr.